Muzika go'yo chiroq o'xshash kishi qalbini yo'ritadi deydi. Do'stim, undaqda siz bugungi saharni chiroyli muzika, chiroyli naqshlarni anglab boshlasangiz qanday? Shu topda diqqat o'ziringlarda bo'layotgani Xinjiang Sabah madaniyat tarqitish tekshirishda ishlagan, Xinjiang Mashrab xalqaro sud tekshirishda ishlab bozorga salgan Mashrab markasidagi yurishlik oliy ichimliklar tajdorligini olgan Sabah kuyi programmasi. Bugungi Sabahda chiroyli naqsh kuylar orqali sizlar uchun yana xizmatimiz. Men riyosatchi do'stlar Nazigul Tursunjon. Sahnamizdagi bu qizimiz hammalarga tanishliq, ya'ni cheloda o'rilgan chiroyli muzikalar orqali bizga huzur beg'ishlasa, night zilva yenik ovozlar orqali o'rindab kelayotgan xalq naqshlari orqali hammamizning ko'ngliga yoqqan yosh naqshchi muzikant do'stimiz Sudiyay Mahmud qarshi olamiz. Rahmat Nazigul. Qanamisa salomlaringiz bo'lsin. Salam ekran oldidagi sevimli do'stlar. Sabah kuyi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Rahmat. Sudiyayga diqqat qilaman. Asosan o'ziniki bir xil eg'ir besiq mijozi, andin biroz ish mijozmiki deb o'zim shunday faraz qilaman. Mana bu mijozi o'zi aytayotgan naqshlarda, chilayotgan muzikalarda mo ifodalanib turdi ekan. Odam o'sha o'ziniki xarakterini qilayotgan ishlarda mo ifodalaydi ekan. Bo'lib o'sha do'yinga qarsam, chelo bilan chag'an muzikalaringiz mo asosan o'sha orkestrlar chaladigan cho'ng-cho'ng muzikalardan sirt, yana o'sha yiqimliq xalq ahanglarini mo cheloda chilib chiqaryapsiz. Andan naqsh aytishni mo pek yaxshi ko'rsiz, shundaqmi? To'g'ri. Bilsam shu Sudiyayniki naqsh aytish qilib kirishgan vaqtida Arbamo degan shu qumul xalq naqshi. Endi bu naqsha Arbamo degan shu so'z anglovchilarga bakrak ta'sir qildimi? Arbamo deb taqilib qoldi, lekin asli ismi Yarbamo. Ha. Shu naqsha orqali boshlangan desak bo'ldi. Shu naqsh orqali do'stlar hamda shu Sudiyayni tunidi. Hem Sudiyayniki mushu qumul xalq naqshini aytishayotga alayligini bakrak yaxshi ko'rdi. Ashu Yarbamo degan naqshini do'stlarmo balkim xil uzun bo'ldi anglamag'ili. Mush bir satda do'stlarga bir kuplet aytib beramdiq ya. Bo'ldi, bir kuplet o'rindab beray. Bu kecha tang atmaydi Tang atmaydı men bilen qışqandek Hoy müddetley kildiken Laçin soğan toşqandek Yarımı yarlayay Yarbamo Körüngen tağda Qarbamo Körüngen tağda Qar bolsa İritkeli Arbamo Rahmat. Qumul xalq naqshida bir xil nayti liriklik hissiyat, bir mung bor. Endi buniki agitmalarni, puraqlarni elishmo sal murakkab shunami? Asosli hamda Sudiyayning mushu naqshi jihatda va muzika jihatda taraqqilishiga suyimlik dadisi Mahmud akamiz asosiy turtki bo'lgan deb o'ylayman. Demak, endi shunday bir san'at muhiti, san'at oilasi Sudiyayning hozirgidek mushu saholat natija qozonishiga asos bo'ldi, ya. Uningdan keyin yana xalq naqshlardan qaysi naqshlarni aytdingiz, Sudiya? Dardlaring yomon, Mastan yar, Şemşiva qatarlıq naqsh, do'stlar alamdag'ay qatarlıq naqshlarni o'rnadim. Asosan qumul xalq naqshlari. Ha, to'g'ri. Nima uchun hamda mush naqshlarni asos qilib aytdingiz? Endi siz abay degandek Nazigul, o'zimninki ham tug'ilib o'sgan yurtda qumul, endi ailemizmi, mush san'atkor ailasi ham bakrak shu siz degandek mush dadamning ta'siriga uchrab, mush qumul muqamlari, mush qumul xalq naqshlarining orasida cho'ng bo'lgan Şunun hamda bu jihatdan ham dadamninki menga singdirgan ajri bakli cho'ng. To'g'ri. Şunun hamda shu boshqa xalq naqshlarini aytishni o'ylashyapman, lekin ham anglovchilar ko'pincha qumul naqshlari sanga bak tushgan ovozingga deb shundoq ta'riflashidi.
Şuningmiş özümningmiş tug'ilib o'sgan muhiti bilan ham cho'ngroq munosabatlik bo'lg'achqa qumulning xalq naqshlarini chiqroq aytyapman. Sizce shu qumul xalq naqshida qanday bir o'xshamasliklar bor? Es qilganlaringiz? Endi qumul xalq naqshlari endi qumulliqmi shu odamlarni endi epesaq bir xil mijoz xarakteri menga o'xshasal muloyim, egri besiq, andan sili o'zlari deyishidu. Shuningga mushu naqshlardimu shunda bir xil yumshoqlik, bir xil nafslik, bir noziklik bormikin deb o'ylayman. To'g'ri aytdingiz. Asosan bir xil larzan, mung, shunami? To'g'ri. Andan sizniki mau yumshoq ovozingiz bilan qaytilib, bu naqshlar balkim do'stlarga texmo bakrak yaqqan bo'lishi mumkin. Amsi buguncha xalq naqshini olib keldingizmi yoki ijodiy kuymi? Bugun men yana shu qumul xalq naqshlaridan Şerin Jalla aylansun degan temadagi naqshni olib keldim. Bek yaxshi bo'pti. Bu naqshni nurg'un do'stlar yaxshi ko'rdi bo'lib, ota-onalarimiz ayni vaqtlarda shu muhabbat kishilarda tang'ishib aytgan naqshlarda amsa bu chiroyli kuyga birlikda quloq solaylik. Marhamat. Sen bulsan bu koçide men bulan anar gülü sen bulsan yapırma men bulay şirin Jalla aylansın saçları bel geçir malısın ay yar ay dağme şirin Jalla aylansın saçları bel geçir malısın Yakın bolsa şirin Jalla aylansın dost yarel şadlansın ay yar ay dağme şirin Jalla aylansın dost yarel şadlansın sözü kinaymişim açık kinaymışım tatlı kinaymışım yaxşı yarım yanımda yaman bilenmişim aylansın saçları bel geçir malsın
geçir alsın. Nim degan chiroyli köy, nim degan chiroyli naqsha. Balki o'sha at deganda ko'ngilga yoqadigan mo'nglik naqshini anglab do'stlar, dillaringlar suyunib ketdi. Mushundaq bir chiroyli kunda qaysi ishlarni qilsam bo'lar deb o'ylanib ketdinglar bo'g'ay. Shunga sabah kuyimizni har saharda ko'rishni faqat unutmaysizlar. Sizga rahmat, Sodiya. Rahmat, Nazgul. Chiroyli naqshlarni biz mana mushundaq yaxshi o'lchamli sistemli sahnalarda aytib tarqatsak, buning unumi mo yaxshi bo'ldi ekan. Ana do'stlar o'zining turmushiga, hayotiga mushu chiroyli naqshlarni amra qilish orqali turmushini, hayotini qimmatga qildi ekan va ma'nolarga to'ldirdi ekan. Ams do'stlar, Shirin Jalla degan bu naqshlardan jallaringlar yayrag'an bo'lsa, shu yaxshi kayfiyatinglarga men hozir mashrab shirkatida ishlab chiqargan to'g'ri sutlardan azroq uchirib beray. Hamda to'g'ri sutishga hammamiz amraqsizmi ishkan deyman. Bo'lib shu yutilib qolgan vaqtlarimizda Foydasi bor. Shu o'pkimizga foydasi bor, nafas yo'llarimizga foydasi bor deb ichid ekanmiz. Anda immun kuchimiz tushib ketgandimi, to'g'ri ichib boqamsiz ya deydi cho'nglar. Chunki bu to'g'ri shu sutlarning ichida birinchi darajada turdi ekan. Buningdagi mo'l ozuqlik qimmati, vitaminlar har qaysi jihatlardan badanimizga kerakli bo'lgan shu moddalar to'liqlanib mangdi. Amis do'stlar, to'g'ri ichishga amroq bo'lganimiz bilan buni topmoq sal tez. Ondan buni jiq o'yga ekib olgan bilan saqlashmi sal mushkul. Shu masalani ko'rsatib mashrab shirkati mana shundaq o'ramlari nayt umaq, aplik, qulayli holatda mashrab to'g'ri deb shu sutlarni mana qalay qutlarga qachlab tayyor qildi. Agar endi to'g'ri ehtiyojingiz bo'lib qolsa, har joy-joylardagi shu chavshlarga, do'konlarga kirib, mashrab markasiga to'g'risini ichib baqsangiz bo'ldi. Dal siz yaxshi ko'radigan shu sutning ta'mi ayni holatda. Avlish qimma qulaylik keldi. Endi mau to'g'risining ichimligi do'stlar, yana bir uchir bersam, yashanganlar, cho'nglar, diabet bemorlari qatarlıq bizning yoshlar, xonim qizlar, umoq bolalar hammalarning xotirjam iste'mol qilishiga muvofiq keladi. Chunki bu shakarsiz holatda. Shunga hammalar ichsak bo'ladi. Bugungi tavsiyamiz sizga sog'lomlikqa, ya'ni mashrab markasidagi sap to'g'ri sutlar bo'lsin. Ondan uydagilarga ag'ash ketsangiz, sizga shu mashrab markasidagi yurish ichimliklardan tayyor qilib qo'ydik. Qani, Sadiya. Rahmat. Mashrab yurishlik ali ichimliklarining do'stlarning yoqtiradigan ichimliklari bo'lib qolishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat, biz mana shuni tilakdosh. Qadrli do'stlar, Xinjiang Sabah madaniyat tarqitish cheklanish shirkati ishlagan Xinjiang Mashrab xalqaro savdo cheklanish shirkati yaqinda bozorga solgan mashrab yurishlik ali ichimliklari tajdorligini olgan bo'lsanimiz vaqt munosabati bilan mishada oyoqlashdi. Amsa atidagi sonlarimizda kim bizga mehmon, buning dittinglarni ag'dirmoqchi bo'lsanglar, at saharda ko'rishaylik. Sizga rahmat, yana davomli keltirishingizni umid qilamiz. Rahmat, Nazgul. Rahmat, at ko'rishaylik. Xayr xo'sh.